Deksametazon preparatlarini qabul qilish semirishga olib keladimi? Bilamizki, bizda hozir ko'pchilik shamollab qolsa birdan gormonlarga murojaat qiladi. Lekin qanaqa qilib semirtiradi? Doktor deksametazonni doimiy olyapman va vaznim sekin o'sib ketyapti deydi va ba'zilar shishib ketdim deydi. Chunki bular kortizolga o'xshab ishlaydi. Organizmni xavf rejimida deb o'ylaydi. Xavf rejimida bo'lgandan keyin buyrak birinchi o'rinda ta'sirlanadi. Buyrak deydi, tuzni ushlab qol deydi. Organizmga ko'p suyuqlik chiqarmasligimiz kerak. Organizm agoniya holatida deydi va siz shishib ketasiz. Qancha organizm tuz ko'p ushlasa, shuncha suv ko'p yig'iladi va qovoq, yuzlaringiz, tanalaringiz, qo'llaringiz ishganday bo'ladi. Ikkinchisi, doimiy deksametazon preparatlarini olishi insulin rezistentlikka olib keladi. Qanaqa qilib? Kortizol gormoniga o'xshab, jigarga ta'sir qiladidan keyin glyukozni ko'proq ishlab chiqarib organizm xavfda deydi. Va glyukozdan ko'p ishlab chiqarish insulinni ham ko'taradi. Va insulin rezistentlik va sizda yog'ingiz sekin-sekin yig'ila boshlaydi. Shuning uchun ham har shamollaganda gormonlarga murojaat qilish mana bunaqa побочкаларga olib kelishini esingizda saqlang. Salomat bo'ling.